Alloh aytadi. Astagfiru billah. Fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan tayyiba. Alloh qarang, bu kichkina ish emas-da. Uyga kirayotganda salom berib kirishlik kichkina ish bo'lsa, Alloh taolo Qur'onda alohida oyat bilan bizga buyurmas edi buni. Bas qachon uylarga kirsangizlar, bir-birlaringizga Alloh huzuridan bo'lgan muborak pokiza salomni aytinglar. Ya'ni assalomu alaykum denglar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Abu Umoma Bohili roziyallohu anhudan Salatatun kulluhum zominun alallohi azza va jalla va zakara minhum va rajulun dakhala baytahu bisalamin fa huwa zominun alallohi subhanahu va ta'ala. 3 ta odam Alloh taoloning rioyatida, himoyasida, hifzida bo'ladi. 3 ta odam Allohning panohida bo'ladi. Ularni sanab o'tib turib, ularning qatorida uyiga salom bilan kirgan kishi deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam.